Hurmatli obunachilar, inshaalloh Tergach mol bozoridan sotilgan variantini xudo xolasa ko'rsatishda davom etamiz akalar. Like-ni bosib turasizlar. Nech pul oldi aka? 22 million so'mga sotilibdi. Hurmatli obunachilar, 22 million so'mga. Yaxshi. Xudo xolasa biz Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergach mol bozorida nech pul oldi aka? 15 million 600 ming so'm. Shu 15 million 600 ming so'm. Asa jaydari buqa. Oxunjon o'z aka, like-ni bosib turasizlar. Xudo xolasa nech pul oldi ekan? 18 ga 200 ming ekan. Bo'g'oz a? Bo'g'oz. Yaxshimi? Xudo xolasa hamma molam yaxshi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sotilgan variantlarni onlayn olasizmi yo bozordan olasizmi yoki musofirda bo'lasizmi, taqqaslab olasiz. Qo'ldan kelgancha narx-navosini ko'rsatamiz akalar. Shu o'rinda mana shu o'zimda buqa 9 million 600 mingga sotildi mana shu buqa. YouTube'ga 9 million 200 ming so'm qo'ydim. Qimmat deyishdim, bilmadim. Ma'qul kelmadi, lekin 9 million 600 ming so'mga Tergach mol bozorida sotdim. Akalar, bozordan arzon deb bekarga aytmayman. Nech pul oldi aka? 25 million so'm. Bolasi xunojimcha, lekin yelillari emas. Nech pul oldi aka? 20 deyishdi akalar. Endi bu yog'i kami bor, bilmadim. Xudo xolasa videoda uzmasdan ko'ramiz aka. Aka nech pul oldi? 14 million 250 ming bo'ldi. Yo'q. Akalar 14 million 250 ming so'm. Yaxshi o'qi mana shu. Xudo xolasa like bosib turaverasizlar. Aka nech pul oldi? 18,5. 18,5 bo'g'oz a? Ye, bo'lasi ekan. Aka sizga nech pul oldi? 4 million. Men tushunmay qoldim. 4 million dedilar. O, mana jaydar. Nech pul oldi aka? 200 kam 11 million so'm. Akalar 95 bo'yi. 200 kam 11 million so'm. Haqiqiy bugun mol bo'lsa olinaverayapti lekin. Nech pul oldi aka? Sotilmadi. Sotilmadi. Siz kayfiyatingiz yo'qligidan bildim. Nech pul oldi? Ekkam 23. Ekkam 23 million so'm. Shves. Buqa. Nech pul oldi aka? 15,5 ga sotilmadi. Akalar haqiqiy. Sotilibdi 15,5 ga. Haqiqiy jaydari buqa yeriga yaqinidan 8 ta 10 ta sredniy sut beradi, lekin bitta kichkina oilani qattiq sut bilan ta'minlayveradi. Oldingizmi aka? Assalomu alaykum. Nech pul oldi aka? Sotilmadi. Nech puldan qaytdi? Pulini bilmayman. Obunachilar like-da gumbillatib turaverasizlar, hali bozor avjida. Nech pul oldi aka? 26 million so'm. 26 million so'mga olinibdi bo'g'oz. Menimcha 7-8 oylik, Alloh tavakkal. 8 oylik? 8 oylik bo'g'oz ekan mana shakalar. Akalarim nech pul oldi? 15 dan qaytibdi. 15 dan qaytibdi. YouTube'ga nech puldan qo'yadilar akalar? Bu akalar, YouTube'ga qancha? YouTube'ga qanchadan qo'yadilar deyman? 15 dan qo'yilgan ekan. Svintal. Nech pul oldi aka? 26 million so'm. Oya bo'yi oldingizmi? 26 million so'm. 438 kilo chiqdi. 438 kilo. Nech puldan ali bo'lib qoldi aka? Hisoblamadim. Hisoblamadim. Akalar, xudo xolasa like bosib turaverasizlar. Ajba nech pul oldi? Nech puldan qaytdi? 18,5 dan qaytdi. Bo'g'oz a yo qisirmi? 18,5 dan qaytibdi akalar. Mana Hojbomiz, buqa olibdilar. Nech pul oldi bu hojbo? 22 million. Uzr aka, 22 million so'm. Oldingizmi? Aka, hojbo bu qanaqa belkas, ablikor. Belkas o'ta boshqacha ekanmi? Mana akalar, belkasini ko'ryapsizlar, вообще noyabidan ekan. Rossiyskiy. Sotildi ya, cho'si. Sotildi. Nech pulga?
11 milyon. 11 milliondan. Bor akasi. Yaxshi. Nech pul oldi akam? 22 million. Yaxshi mol akalar. 22 million so'm bu. Nech pul oldi akam? 15 milyon sayın. 15 million 800 qisir. 15 million 800 qisir. Nech pul oldi akam? 26 million. Ha bu obunachilar like bosib turaverasizlar qo'ldan kelgancha. Do'st nech pul oldi? 8 milyon. 8 million 50 mingga sotilibdi akalar. Obunachilar onlayn olasizmi? Qaydan olsangiz ham takror aytaman. Mana shu haqiqiy sotilayotgan, olinayotgan variantini ko'rib, telefon qilib ketib oldinlar. Xudo xolisa, adashib qolmaysizlar. Agar 10 million so'm bo'lib, bo'ylari 90 santimetrlar buqa. 10 million so'm baho bo'lib. O 10 million so'mga sotilibdi deya. Mana akalar olishibdi. Aka nech pul oldi? Nech puldan qaytdi? 15 dan. Akalar chichagan 15 dan qaytibdi. Yaxshi. 15 million so'mdan qaytibdi. Hojiba nech pul oldi? Nech puldan? Bilmas ekanlari qaytibdi. O akam nech pul oldi? 10 million 700. Hurmatli obunachilar, nech pul oldi acaba? 20. Aka bu nechta suti bor? Bo'g'oz, ha? Lekin 5 ta suti bor akalar. Nech pul oldi akam? Nech pul olibdi narxi akam? 26 million bo'libdi akalar. Bo'g'oz 7-8 oylik stretni 26 million so'mga olinibdi. Xudo xolisa. Xudo xolisa videoda oxirigacha tomosha qilasizlar. Bozor tugaguncha narx-navosini so'rab boraveramiz. Nech pulga olindi? 13 million 400 qisir. Endi so'ygani yemiga tashlab bersa bo'laveradi. Nech pul oldi akam? Ha? Satilmadi. Aka qo'llab bo'lsa nech pul oldi? 15 million 100 suti nechta ekan? 7 litr. 15 million 100. Akalar endi qo'llab bo'lsa deb qo'yamiz. Xudo xolisa yaxshi niyatda olishib. Nech pul oldi aka? 7 million so'm. Mana akalar 90 santimetrli xunojinimiz 7 million so'm bo'ldi. Akalar men kecha 6 million 800 ming so'mdan qo'ygandim. Haqiqiy 7 million so'm bo'libdi akam. Nech pul oldi akam? Qancha oldi? 8 milyon 450. 8 million 450 ming. Qancha bo'ldi? Mana mana shu ikkosini bilishim kerak. Nech pul oldi aka? Voy akam, nech pul oldi? 16,5 million so'm. Bo'ylari 1.5 atrofidagi xunojirlar 16,5 million so'm baho sotilibdi 8 million 250 ming so'mdan. Narx solishtirib olaverasizlar sekin. Hurmatli obunachilar, 10 million 200 ming so'm bo'libdi. Bo'ylari 95 10 million 200 ming so'm. Meni bo'zagim ham sotiluvdi. Ana shu 9 million 600 ming sotdim. Mana shunday bir xil mashina, bir xil. Alloh barakasini bersin aka. Aka nech pul oldi bular? 11 million 300 ga sotdingiz. Yana mol bo'lishdi. Bo'ldi. Aka nech pul oldi bular? Hojibo, nech pul oldi? 13,5 15,5. 13,5. Obunachilar 15,5. Mana. Hojibo nech pul oldi? 23,5 million so'm. 23,5 bo'libdi akalar. Like bosib turmasalar bo'lmaydi akalar. Bellarimga mol suz beryapti. Like bosib tursinlar. Nech pul oldi akam? Necha? 2 ming kam 18 o. Lekin molda tanaga ekan. Yaxshi olibdilar, arzon olibdilar lekin. Nech pul oldi akam? 22 million so'm. Bo'ylari 1.20 atrofida 22 million so'mga olishibdi. Hojiba qullab bo'lsin. Nech pul oldi? Nech puldan qaytdi?
13'ten qaytdimi? Sotilmaganni shu odamlar kayfiyatdan bilib olsangiz ham bo'laveradi. Aka nech pul oldi bu? Ha, sotishmadi. Akalar, endi o'zim meni tushuncham bozorda kichkina xunojin, buqalar yaxshi ketyapti. Shu 10 million, 11 million so'mlik buqa xunojinlar zo'r ketyapti. Nech pul oldi aka? Orqadagi bola bilan. Aka nech pul oldi? Nech pul oldi akam? Akalar hech kim narxini aytmayapti. Aka nech pul oldingiz? Qanchadan? 62? 8,5 dan aytdi. Voy, aytdi. Acaba nech pul oldi? 14,5 ga oldi. Akalar, shu bilan videomiz yakunlandi. 9 ga bergan beraveraman. Qancha? 9 ga bergan beraveraman. 9 ga. 9 ga sal qimmat aka. Bada aka. Bayo. 9 markasini sotdik aka. Telefon nomerini aytgin. 90 aka. 90? Ha. Aha. 798 798 98 93. 98 90. O'rniga dastlabki Vodi. Nech pul bo'ldi, tog'a? Hajban, aka nech pul oldi? 30 million. 30 million. 30 million so'm baho. Akalar, shu bilan videomiz yakunlandi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa, like-ni ayamay bostiraverasizlar, sog' bo'lasizlar.